Assalomu alaykum, qadrdonlar, bormisizlar, musofirdagilar, u yandagilar, ya'ni qisqacha deb aytganda, mototsikllarning ishqibozlari bormisizlar? Bugun sizlar uchun videorolik bo'ladi, xudo xolasa. Xuddi shu ko'rib turgan, ya'ni Tiger nomli mototsiklimiz sotiladi. Hali yangi turibdi, paket turibdi desam bo'laradi. Sababi 4500 km yurgan. Mototsikl hozir neda turganini aytaman sizlarga. Xorazm viloyati Qazaras tumanida turibdi. Muhammadagi osh markazi hammangiz bilasizlar, Olimbobo osh markazi sho'r. Xuddi shu osh markazining egasi Yodgor jonamizni, povrimiz, shef povrimizni mototsiklari bu, mototsiklli ishqibozi og'amiz. Endi xudo xolasa buni satchaqlar, bundan-da kattaroqini azak o'tibdilar. Qaysidir ma'noda bu ya pul yetar etmaslik emas. Bundan-da kattaroqini azaqlar, endi buni satchaqlar. Mana ku 4,5 kilometr yuribdilar o'zlari. Xona banobar kelib berganlar. Maksimal tezligini so'rasam 100 km/soatini ekan. Bakina 8 litr, eng maksimal sig'adoni 8 litr sig'adi ekan. 100 km 3 litr benzin rasxotadi ekan. Endi benzindan so'rab o'tdim. 1080 benzin quysa bo'ladimi desam, balkim bo'lsa kerak, lekin men 95, eng kamida 92 quyib beraman dedilar. Endi hali 100 km misol uchun 3 litr benzin rasxotasa uyalganingizdan 92-95 salasib beraverdi. Uchun desa, bu ekonomishli bo'ladi. Mototsikl sportivniy dedilar. Bemalol o'zini 2 mijigari bor ekan. Avtomat korobka degan yo'ldilar. Ko'rasizlar, sifatini, chiroyini, hali vidlarni ham yo'qotmagan chiroyli holatda turibdi. Ya'ni faqat buni paketlari yechilgan desa ham bo'laradi. Uning uchun o'zi toza holatda turibdi. Endi buni hozir $1000 atrofida barzaklar telefon qilasizlar. Hali kelishadigan yeri bor. Bo'lishi $1000 ekan hali. Azizlar, bo'lishi $1000. 4500 yuridi, lekin kelib tushgani $1300 tushgan. Bu mototsiklga kelib tushgani $1300 kelib tushgan. Men bu mototsiklni bir Tailanddan mindim kudan, lekin u 4 yiljakladi. Men 2 yiljaklarni dek haydanim yo'q. Endi buni qiziqib turibman, lekin like bosinglar, yaqinlarga tarqatinglar. Inshaalloh xudo xolasa kimdir asa hazatib haydashlik nasib etsin. Lekin mototsiklga deydilar, yurakni kurtini o'ldiradi deydi. Haqiqatdan haydasang, hasatasan, ichondagi g'uborlar ham chiqarib beradi deydi-da, haqiqatdan ham. Mototsiklning nomi Tiger ekan. Tiger. Bemalol xaritasingizda bo'ladi. Yana nov ma'lumotlar aytib o'tmadim, misol uchun. 9.4 sekundda 100 tezlikka chiqadi. 9.4 sekundda 100 tezlikka chiqadi ekan azizlar. Bu degani общий sportivniy degani-da, voy, sportivniy. Yana olib berish kerak. Hali toza holatda turibdi. Kimda-kim misol gapda shunday mototsikllarni tozasini qarab bergan insonlar bo'lsa, shu sal yurganlari misol gapda hozir hisob-kitob aytadi olsangizlar $300-400 paketidan $300-400 arzon ketib turibdi. Ya'ni 4500 km yurganini evazini azizlar. Ina o'zini hozir kilometrini ko'rasizlar. Xuddi yozib ketdi. Lekin chiroyli gap yo'q, haqiqatdan ham haritatinglar yaqinlarga yuvarmasangizlar bo'lmaydi buni. Tarqating, mototsiklli ishqibozlari bo'lsam yuvaring azizlar. Buni tarqatish kerak.